Hörmətli kuzatuvchilarimiz, hurmatli obunachilarimiz, mashina zo'r yaqqalli. Menimcha emblemasidan ham ko'pchilik tanidi. Audi mashinamiz bo'ladi. Dim yomon mashina ekan, men o'zim ham yoqdi. Balolar ham toza qo'yilgan ekan, sportivniy diskalarda. Ko'rishingiz mumkin. Sirtidan bir xato ko'rsatib o'taman. Audi 90 ekan buni modeli. Endi to'shni bilinman nechik. Lekin inomarkalar bilasizlar, babi zo'r mashinalar. Sherni o'lsam sher deydi-ku. Endi bakoylarim Mercedes ekan. Xo'sh, mashinamiz saloni ham rangi ham polni siniy rangda ekan. Ko'rishingiz mumkin. Oho, mana qaranglar. Hammasi bu yerda ishlaydi ekan. 220 maksimal tezlik. Mashinamizning yilini aniq bilinman. Lekin metallari bor ekan mashinamizning narxi 28 million so'm. Umuman ходовой motorida hech qanday ishi yo'q ekan. Polni gelib o'zingiz ham tekshirib ko'rib, haydab ko'rib olsangizlar bo'ladi. Mashinamizning narxi 28 million so'm. Grubiy olib qaraganda Jigulini pulini turibdi, lekin bu baribir inomarka sherni o'lsam sher bilasizlar. Shunday mashinalar o'tirib bermaslik uchun men kanalimga obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Like bosib kommentariyani doldurib tashanglar. Xudo xohlasa keyingi obzorlarimizdan shunday mashinalarni ko'rsangizlar bo'ladi. Mashinalar dim ko'p. Kunda bir-biridan obzor etib o'taman. Xudo xohlasa sizlar uchun hammasi. Like bosib podpishka etib tursangiz bo'ldi, kanalga obuna bo'lib. Kanalimga ko'rib avvalgi videolarni ham ko'rsangizlar bo'ladi. Har xil mashinalarni obzor etib o'tganman. Rahmat hammaga katta. Kamchiliklar uchun ming bor uzr so'rayman.